Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan 200 ming so'm pul bilan biznes boshlash mumkinmi degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Xo'p, bu biznesimiz nimadan iborat? Turli xil sovg'alar yoki bo'lmasam gift boxlar uchun bezash maqsadida turli xil rangdagi fillerlar yasash hisoblanadi. Bu fillerlarimizni yasashimiz uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda mana shunday uskuna kerak bo'ladi. Bu mini shredder apparati elektr tokida ishlamaydi, mexanik harakat yordamida ishlaydi. Ya'ni qo'lda ishlaydi. Bizga turli xil rangli qog'ozlar kerak bo'ladi. Hop, qaychi kerak bo'ladi va mana bunday suv qog'ozlar kerak bo'ladi. Birinchi navbatda biz mana shu qurilmamizni sozlab olamiz. Soz holatga keltirib olamiz. Mana qo'yib oldik. Xo'p, bu qurilmamiz juda ham kichkina mini bo'lganligi uchun bu A6 razmer hisoblanadi. Bizda esa A4 formatdagi qog'oz. Buning uchun biz buni o'rtasidan yoki qirqib olishimiz yoki bo'lmasam o'rtasidan buklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana qog'ozlarimizni mana shunday uzunchoq holatga keltirib oldik. Bularni bittadan yoki ikkitadan mana shu apparatimizga solamiz. Bir nechtasini apparatimizdan o'tkazib oldik. Mana bunday shaklda bizga maydalab berdi. Somoncha shaklida biz bularni g'ijimlab siniq ko'rinishga keltirib olamiz. Bu o'ziga xos shakl beradi. Endi suv qog'ozlarimizni olib ularga joylaymiz. Bunday yorqin rangdagi fillerimiz tayyor bo'ldi. Bunday fillerlarimizni do'konlarda 3000 so'mdan 5000 so'mgacha sotishyapti. Bu esa bizga taxminan 700 so'mga tushdi. Demak, mana bunday rangli qog'ozlarni 100 tasini 15000 so'mga sotib oldim. Donasi 150 so'mdan, bu yerda 4 ta list bor. Va suv qog'ozimiz 100 so'mga tushyapti, taxminan 700 so'm atrofida. Aytaylik, apparatimizni demak rentabellik darajasini ham hisobga olganda 1000 so'mga tushdi degan taqdirimizda ham agar shunday sovg'a do'konlariga 2000 so'mdan yetkazib beriladigan bo'lsa, demak 1000 so'm foyda, sof foyda hisoblanadi. Bu kabi qurilmalarda bunday rangli qog'ozlar va suv qog'ozlarni qayerdan topishimiz mumkin degan savolga albatta siz Freshbox do'konlariga murojaat qilishingiz mumkin. Yanada to'liqroq ma'lumotlarda men izohlarda yozib qoldiraman. Xo'p, mana bugun biz sizlar bilan 200 ming so'm pul bilan biznes boshlash mumkinmi degan savolga javob topishga harakat qildik. Menimcha boshlasa bo'ladi. Shuning uchun hech qachon vaqtni qo'ldan boy bermang.